Neyse tavuk qoldi biroz. Mana bu devorlarni ko'tardik, tushmasam chizib olardi. Bonga kerak emas ekan. Reshotkalarini qo'ydik, ichine to'ldirdik shag'al solib. Keyin beton qo'ydik. Mana o'rtasiga bo'ldimi, qoldi? oldidan padrashni ko'rib ketyapmiz. O'rtasiga bo'laveradi. Nima bo'ldi, Mavlonbek? Qistir. O'zingiz samligilarini. Samliglarni so'ra. Samlig. Oldidan padrashni ko'rib ketyapmiz. Bunday qilib urdim, bu yerga tosh urib boramiz. İçine kechasi qish qo'yilishlik uchun qozonni to'ntarib turib, Qaymat ketdi. chizib olib turib, Ozgina ishingni albatta, Dorakam siz chaqiradi. terib chiqadi. Qoldi. Kaptar qilish ma'lum bo'ladi. Bitta pechkani arkasi, mana birinchi qatorni urib qo'ydim. Joy ozgina kichkinaroq ekan. Kim qancha xohlasa qo'ya oladi joy. Bundan kichikroq qilsa ham bo'ladi, kattaroq bo'lsin deb mo'rini o'rnini bunday qilib qo'ydim. Buni hisobiga o'tni ikkita joydan yoqish kerak bo'ladi, ana ikkiz qilib. Mana ham o't yoqish kerak. Mana ham o't yoqish kerak bo'ladi. Mana yo'q bo'lganda bitta joydan o't yoqilaveradi. Birinchi qatori urildi, 120 diametrda bo'ldi. Tepadagi gumbazi yopilishiga oz qoldi. Chorniy arkasi hammasini chorniy surul bo'ldi. Hamma chorniy surul bo'ldi. Malad keyin sho'xlarni kraskalab turib, lahlab qo'yamiz, trenjindilakida. Tutganda keyin oxirida bittami ikkitami video qilib chiqaraman, hozir mana shuni chiqarib turaman. Chorniysi gumbazi ozgina qoldi, u pechkanik. Ichki arka surul bo'ldi, chorniy arka deydi. Gumbazi ozgina qoldi. Qolgan joylarga tosh yopishtirib, lahlab qozon tepasiga beton qo'yamiz. Betonni keyin shiripovat qilib polirovka qilamiz. Bitib qoldi. Charchlab ishladigan joyda. Ko'tadigan joyi buni ichiga agniporniydan защитный qilib urib chiqamiz. Agniporniy g'ishlarda. Eshiklarda ham shu svarka qilib o'rnatdik. Prosta o'rnatib qo'ydik, keyin loy suvadi. Loy somonda suvab chiqamiz atroflarini.